Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Termiz davlat universiteti psixologiya kafedrasi o'qituvchisi narkolog Husan Ismoilov bo'laman. Bugun sizlar bilan mutaxassisga kirish fani bo'yicha suhbatlashamiz. Bugungi mavzumizni tanishtiradigan bo'lsak, psixodiagnostik metodikalar. Ushbu metodikalar haqida suhbatlashamiz. Metodikalarning rejasi bo'yicha tanishtiradigan bo'lsak, psixologiyaning asosiy metodologik prinsiplari, tamoyillari haqida, psixikani o'rganish asosiy 4 guruhlar: tashkiliy, empirik, amaliy, natijani qayta ishlash, natijalarni sharhlashdan iborat. Ya'ni psixologik tadqiqotlarning bosqichlari va ularga qo'yiladigan talablar haqida suhbatlashamiz. Rejamiz birinchisi bo'yicha psixologiyaning asosiy prinsiplari. Bunda determinizm prinsipi, sababiylik prinsipi, ikkinchisi ongli faoliyatning birligi prinsipi, psixikaning faoliyati rivojlanish prinsiplari. 3 ta prinsiplarning izohlari haqida suhbatlashamiz. Bunda birinchisi determinizm prinsipi psixikaning turmush tarzi bilan belgilanish va turmush tarzining o'zgarishiga qarab o'zgarishini anglatadi deyapti. Ya'ni inson ruhiyatining turmush tarzida o'sha har bir belgilangan holat inson turmush tarzining o'zgarishiga olib keladi deyapti. Ikkinchi prinsipimiz ongli faoliyat prinsipi. Ongli faoliyat bir-biriga qarama-qarshi emas, ammo birgalikda tashkil etishini bildiradi deyapti. Ongli faoliyatning rejasining uning dasturini, ya'ni programmasini tashkil etadi. Uchinchisi psixika ongli faoliyati rivojlanish prinsipi. Shuni anglatadiki, psixika agar faoliyat samarasi va rivojlanish mahsuli sifatida qaraladigan bo'lsa deyapti, u to'g'ri tushunilishi va aynan bir xil tarzda izohlab berilishi mumkin. Psixologiyada o'rganishning 4 guruh metodlari ajratiladi deyapti. Bunda birinchisi tashkiliy metodlar. Bunga bizga taqqoslash, longitud, kompleks metodlar kirsa, ya'ni taqqoslash har bir holatdagi o'sha o'rganilgan obyektlarning taqqoslanishini, tafovutlarini ko'rib chiqadi. Longitud esa bu ko'p o'sha davomli, uzluksiz metod hisoblanadi. Kompleks esa bir yoqamiz ko'p qirrali metodlar tarkibiga kiritiladi. Xo'p, empirik metodlar. Bunda empirik metodlarda asosiy bizlar kundalik hayotda foydalangan metodlar ham mujassamlashgan. Kuzatish, o'z-o'zini kuzatish, psixologik eksperiment, faoliyat mahsullarini tahlil qilish metodlari. Kuzatishning turlari ko'p. Kuzatishda bizlar asosiy faoliyatda inson haqidagi boshlang'ich ma'lumotlarni olsak ham bo'ladi va o'zgarishlarni kuzatib borsak bo'ladi. O'z-o'zini kuzatish bor. Insonda o'zidagi o'zgarishlarni chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Psixologik eksperiment bu bo'yicha tajriba tadqiqot o'tkaziladi. O'sha tadqiqot insondagi shu boshlang'ich bilimlardan keyingi ma'lumotlarni yana chuqurroq tahlil qilishga imkon beradi. Faoliyat mahsulini tahlil qilish, ya'ni insondagi faoliyati davomida olib borgan ishlarni o'rganish natijasida u kishidagi o'sha obyektdagi ma'lumotlarni olishga imkoniyat beradi. Va biografik metodlar, inson hayot tarzi, yashash tarzidagi o'sha bir dunyo ma'lumotlarni o'rganish asosida, uning biografiyasini tanish asosida ma'lumotlar yig'ishga imkon beradigan metod hisoblanadi. Olingan ma'lumotlarni qayta o'rganish metodi, ya'ni sonli sifat materiallarni ajratish, tahlil qilish. Bunda sifat jihatdan va miqdor jihatdan ham materiallarni tahlil qilish va uni o'rganishga imkoniyat beradigan metod hisoblanadi. Korreksiya metodi, ya'ni tuzatuvchi metod hisoblanadi. Autogon treninglar bor, ya'ni auto treninglar insondagi xulq-atvordagi yoki hissiy buyurishdagi ba'zi nuqsonli joylarni tuzatishga yordam beradi va guruhiy trening bor. Albatta, guruhiy jihatdan ba'zi umumiy ma'lumotlarni bartaraf etishga yordam beradigan trening hisoblanadi. Psixoterapevtik ta'sir etish usullari, ya'ni terapevtik ta'sirlardan ruhiy jihatdan ta'sir etib, o'sha bartaraf etish holatlarini yordam beradigan metodlar tarkibiga kiritiladi. Ulardan birinchi boshlaydigan bo'lsak, tashkiliy metodlar. Bunda tashkiliy metod umumiy psixologiyada, ijtimoiy psixologiyada, psixologiyada va defektologiyada keng qo'llaniladi. Tashkiliy metodlar taqqoslash bilan birga o'sha metodi asosiy hisoblanadi. Bunda umumiy psixologiyada ba'zi ma'lumotlarning bir-biriga taqqoslanishi, tafovutlarni o'rganiladi. Ijtimoiy psixologiyada ham asosiy sotsiologik ma'lumotlar bo'yicha taqqoslashni o'rganadi va antropsixologiyada insondagi kelib chiqishdagi o'sha ruhiy o'zgarishlar holatlarini o'rganadi va defektologiya
bu nuqsonli o'sha psixologiyada o'rganiladigan ma'lumotlarni taqqoslash imkonini beradigan metod hisoblanadi. Keyingisi longitude metod. Bunda bir shaxs bir necha marta uzoq vaqt davomida tekshiriladi. Inson bu davomli bo'ladi. Longitude metodi bunda bitta misol keltirib, bir kuzatish tajribasi sifatida kuzatilgan. Bu yarim asr davomida, ya'ni 50 yil davomida bir insonga kuzatilgan o'sha juda uzoq muddatli metod hisoblanadi va inson haqidagi ancha ma'lumotlarni to'plashga yordam beradigan metod hisoblanadi. Kompleks metod. Bunda hozirgi sharoitda tadqiqot har xil sohalarning mutaxassislari ishtirok etadi va har xil soha egalari bir inson haqida, bir obyekt haqida, bir faoliyat haqida umumiy ma'lumot berish uchun o'z xulosalarini taqdim qiladi, o'rganishlar asosida albatta. O'sha metodlarni o'rganadigan katta tashkiliy metodlar sanaladi. Psixologiyaning asosiy metodlariga keladigan bo'lsak, kuzatish, ya'ni o'z-o'zini kuzatish yoki introspeksiya, obyektiv degani kuzatish, bu o'z-o'zini kuzatish bor va tabiiy kuzatishda insonlarning holati, tabiiy holatdagi harakatlarni, xulq-atvori, fe'l-atvori, muomala layoqati, o'zini tutishlarini kuzatish mumkin. Eksperimental, laboratoriya eksperimenti asosida bu, ya'ni insonlardagi o'sha ma'lumotlarni laboratoriya usulida, tadqiqot usulida olish mumkin va tabiiy eksperiment, tabiiy jihatdan tadqiqot o'tkazilib, o'sha ma'lumotlarni qo'shimcha yana jamlash imkonini beradigan metodlar sirasiga kiradi. Bunda laboratoriya metodini izohlaydigan bo'lsak, laboratoriya sharoitlarida maxsus jihozlangan psixologik asbob-uskunalar yordamida o'tkazishda va sinovchilarning xatti-harakatini ko'rsatmaga binoan sodir bo'lishi bilangina emas, balki sinayotganligini biladigan sinovchilarning insoniy munosabati bilan ham belgilanadi. Albatta, laboratoriya sharoitida har bir insonning, obyektning, ya'ni uning roziligi bilan o'tkaziladigan laboratoriya sharoitida ularning sinalayotgani va qaysi maqsadda nimalar aniqlanishi kerakligi haqida ma'lumotlar beriladi va o'sha roziligi bilan bu laboratoriya sharoitida o'rganish olib boriladi, tadqiqot olib boradi. Laboratoriyaning eng asoschisi 1879-yilda Vilhelm Wundt asos solgan, dunyoda birinchi marta eksperimental laboratoriyani ochgan shaxs hisoblanadi. Bu bo'yicha har bir ko'rsatma beriladi, xatti-harakatlarning nimadan iborat ekanligi, mavzuning nimadan iborat ekanligi va ma'lumotlar qay darajada asosiy kerakligi haqida ma'lumotlar sinovchilarga taqdim qilinadi. Tabiiy eksperiment haqida bu birinchi marta 1910-yil Lazurskiy taklif etgan metod. Mo'ljallanishiga ko'ra, sinovchiga hosil bo'ladigan zerikishga yo'l qo'ymasligi va tadqiqotning odatdagi tabiiy sharoitlarda, suhbatda, darsda o'yini ko'chirishi lozim. Buni tabiiy eksperiment davomida o'sha faoliyat turlarini almashgan holda o'tkazadigan metod hisoblanadi. Psixologik testlar. Test psixologik metodlarning bir metod hisoblansa, bu faqat tadqiqot maqsadlari uchun emas, balki sinov maqsadlari uchun ham qo'llanilishi mumkin. Testning hozir dunyoda ommalashgan hisoblanadi test metodi. Bunda o'tgan asrning boshlarida, 19-asrning oxirlarida Alfred Binet tomonidan testlar ishlab chiqilgan. Insonlardagi ma'lumotlarni ko'pchiliklarda ko'proq, tezroq va samarali olish uchun ishlab chiqilgan metod hisoblanadi, test metodi. Bu bo'yicha insonlarda ko'proq ma'lumotlarni yig'adi va o'zlari ma'lumotlarni jamlashga imkon beradigan optimal metod sirasiga kiradi. Mana uni izohini tanishtiradigan bo'lsak, bu qisqa muddatda topshiriq bo'lib, uning bajarishi ba'zan bir psixik hodisaning mukammalligining ko'rsatkichi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Testlar yordamida ayrim qobiliyatlarning, ko'nikmalarning, malakalarning bor yoki yo'qligi aniqlashga yordam beradi yoki kasb sohasiga bo'lgan ishlash uchun layoqatligi darajasini, hokazolarni, qiziqishlarini aniqlashga harakat qilinadigan metod hisoblanadi. Keyingi metodimiz suhbat metodi. Albatta yordamchi metod. Bu olinadigan test metodi o'sha kuzatish, laboratoriya eksperiment metodlariga yana qo'shimcha yordamchi metod hisoblanadi. Bunda o'rganayotgan muammoni qo'shimcha o'rganishga imkon beradi. Ya'ni atroflicha qo'shimcha ma'lumotlar olishga yordam metod hisoblanadi. Hamma psixik tadqiqotlar umumiy bosqichdan iborat hisoblanadi. Bunda birinchi bosqichimizni tanishtiramiz.
Tayyorgarlik bosqichi. Tayyorgarlik bosqichi bunda har xil vositalar yordamida materiallar o'rganiladi, dastlabki ma'lumotlar to'planadi. Ya'ni tayyorgarlik bosqichida har xil usullar, vositalar yordamida ma'lumotlar o'rganilib, dastlabki birinchi kerak bo'lgan ma'lumotlar jamlanadigan bosqich hisoblanadi. O'sha tadqiqotni o'tkazish davomida bosqichlardan iborat bo'lsa, o'sha birinchi bosqich eng asosiy ma'lumot hisoblanadi. O'sha ma'lumot asosida keyingi bosqichlarni amalga oshirsa bo'ladigan holat hisoblanadi. Ikkinchi bosqichimiz xususan eksperimental bosqich bilan tadqiqot bosqichi hisoblansa, tadqiqotning konkret uslubiyatiga amal qilinadi va o'z navbatida u bosqich birin-ketin qo'llanadigan qator bo'g'inlarga, eksperimental seriyalarga bo'linadi. Ya'ni konkret o'sha uslub qaysi usulda olishi, qaysi ma'lumotni aniqlashga bo'lgan harakatda qaysi uslubdan foydalanish haqida konkretika kerak bo'ladi. Bunda bosqich birin-ketin qo'llanadigan qator bo'g'inlar eksperiment seriyalarida o'tkaziladigan bosqich hisoblanadi. Uchinchi bosqichimiz tadqiqot ma'lumotini sifat jihatdan qayta ishlash. Ya'ni bunda olingan ma'lumotlarni tadqiqot asosida qaytadan sifat jihatdan ishlab, ularga shu baho berishdan iborat. To'rtinchisi olingan ma'lumotni izohlab berish. Ya'ni olingan ma'lumotlarga xulosalar, izohlar berishdan iborat. Ularni psixologik nazariya asosida talqin qilish, ishonarlilik darajasi bo'yicha ma'lumotlarni yoki bashoratlarni berish, to'g'ri-noto'g'ri ekanligi haqida uzuq kelishsiz aniqlashdan iborat metod hisoblanadi. Ya'ni bu haqida olingan ma'lumotlar, tajriba davomida olingan ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelish kelmasligi va asosli ekanligi haqida ma'lumotlardan berishdan iborat bosqich hisoblanadi. Savollar tayyorlab kelganmiz. Psixologiyning asosiy metodologik prinsiplari nimadan iborat? Boshida o'tdik. Bizda qaysilar bor edi? Demak, determinizm prinsipi bor edi, ong faoliyatning rivojlanish prinsiplari bor edi. Ya'ni o'sha prinsiplar asosida metodlar ham qo'llaniladi. Metodlarning asosiy boshi o'sha psixik va ong faoliyat rivojlanish prinsipi, determinizm prinsiplari, ong faoliyat prinsiplari o'zining o'sha asos tamoyillar asosida metodlar ishlab chiqilib, metodlar asosida tadqiqotlarning xulosalar asosli emas ekanligi haqida ma'lumotlarni olsa bo'ladi. Keyingi savolimizga o'tadigan bo'lsak, siz o'rganishning asosiy 4 guruhini aytib bering deydi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, biz 4 guruhga ajratdik. Katta guruhga bulardan eng katta tashkiliy metodlarni ham sizlarga sanab o'tdik. O'sha qaysi metodlarga iborat ekanligini bizda keyingi metodlarni ko'rsatib o'tdik. Tashkiliy metodlarni izohlab o'tdik. Empirik metodlar haqida ma'lumot oldik. Olingan ma'lumotni qayta ishladik. Ya'ni har bir ma'lumot korreksiya metodlar ham bular har bir shu biz sanab o'tgan metodlarga, savollarga javob topish imkonini beradigan metodlar hisoblanadi. Keyingisi psixologik tadqiqotning bosqichlari va ularga qo'yilgan talablar haqida gapirib bering. O'sha bosqichlar 4 bosqichdan iboratligini sanab o'tdik. Albatta, har bir tadqiqot o'tkazishdan oldin uning maqsadi va olinadigan metodning uslubi, asosiy bizda e'tibor beradigan narsa maqsad qo'yiladi. O'sha maqsad asosida sinovchilardan xabardor qilinadi va ularning roziligi asosida o'sha bosqichlar asosida ma'lumot sinovchilarning tadqiqotda qatnashishi hisobga olinib, 4 bosqichdan iborat tadqiqot o'tkaziladi va o'sha tadqiqotlarning sinovchilar bilan birgalikda asosiy jihatdan qaysi maqsadda olinayotgani ham e'tirof etilishi kerak. Sababi har bir sinovchi o'z ixtiyoriy ravishda qatnashganda ma'lumot olishi va o'sha ma'lumot qay darajada u kishiga tegishli ekanligi ham ma'lumot berish kerak. O'shanda holatda asosiy joylarni ham keltirib o'tish kerak. Shu o'rinda bizlar 4-bosqichda sanab o'tadigan bo'lsak, bunda olingan ma'lumotlar izohlash kerak va siz o'tkazgan yoki umumiy o'tkazilgan metodlarning haqqoniyligi yoki beriladigan bashorat, gipotezaning to'g'ri yoki noto'g'ri ekani haqida uzuq kelsa aniqlik beradigan ma'lumot hisoblanadi. Bunda metodda kayfiyat yo'qlik, ya'ni shkalasi bo'yicha aniqlash metodi hisoblanadi. Bunda javob variantlari bilan eksperiment o'tkazish mumkin.
bir nechta savollardan iborat mana metodikani keltirib o'tganmiz. O'sha shkallar asosida keltirilib va gipotezalar qo'yiladi. Hurmatli kuzatuvchilar, bunga mavzumiz bo'yicha quyidagilardan iborat edi va savollaringiz bo'lsa, telefon raqamimizga yoki YouTube kanalimizga izoh qoldirsangiz, biz savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.